Assalomu alaykum barchaga do'stlar. Bu darsimizda ammoniya haqida gaplashamiz. Ya'ni ammoniyani biz o'zbek tiliga ammiak deb tarjima qilsak to'g'ri bo'ladi. Xo'p, e'tibor qaratamiz. Bu yerda birinchi slaydda nima deyilgan? Aminokislotalarni parchalanishi haqida bizga ma'lumot beryapti. Ya'ni amino acid breakdown. Xo'p, nima deyapti bu yerda? Qaranglar, e'tibor beringlar. No storage form of amino acid deyapti. Ya'ni do'stlar, aminokislotalarni zaxira varianti yo'q deb bizga ma'lumot beryapti. Bu nima demoqchi? Masalan, tasavvur qilinglar, o'tgan darslarimizda gaplashganmiz. Glyukoza zaxira sifatida to'planadigan bo'lsa, glikogenni hosil qiladi, to'g'rimi? Yoki bo'lmasa, fatty acids, ya'ni yog' kislotalari zaxira holida triglitseridlarni hosil qiladi. Lekin mana bu aminokislotalar, hozirgacha gaplashib kelayotgan aminokislotalarimiz organizmda zaxira holatida uchramaydi. Tushunyapsizlar-ya? Yoki organizmga tushgan paytda parchalanib yuboriladi, yoki bo'lmasa energiya sifatida foydalaniladi. Ko'ryapsizlar, mana bu yerda unused amino acids broken down, ya'ni ishlatilmagan aminokislotalar parchalanib yuborilar ekan. E'tibor qaratinglar. Xo'p, endi aminokislotalar parchalansa nima hosil bo'ladi? Mana birinchi navbatda amino gruppasi yo'qotiladi. Mana amino guruh removed deyilgan va nima hosil bo'ladi? Bu yerda ammiak va ayni mana shu aminokislotani alfa ketokislotasi, ya'ni alfa keton kislotasi hosil bo'ladi. E'tibor qaratinglar, mana tasavvur qiling, bitta aminokislota, bu aminokislota parchalangandan so'ng nima hosil bo'lyapti? Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Ammiak hosil bo'lyapti va ayni mana shu aminokislotani alfa keton kislotasi hosil bo'lyapti, ya'ni alfa keto acid deb shunaqasiga ingliz tilida nomlasak bo'ladi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Barcha aminokislotalar organizmga tushgandan keyin albatta parchalansa ammiak hosil bo'lar ekan. Mana shu ammiak do'stlar organizm uchun juda ham xavfli modda hisoblanadi va uni organizmdan chiqarib yuborish kerak. Xo'p, endi davom etamiz. Bu yerda ammoniya haqida ma'lumot berilgan. Xo'p, toxic to body deyilgan, ya'ni organizm uchun juda ham zaharli, toksik bo'lgan modda. Mana bu yerda ko'ryapsizlar, belgini ham. Danger, poison, ya'ni juda ham xavfli, zaharlanib qolishlaring mumkin degan ma'noda shunaqa belgi ko'rsatilgan. Xo'p, bu yerda nima deyapti? Ikkinchi jumlaga e'tibor qaratamiz. Transferred to liver in a non-toxic structure. Ya'ni do'stlar, bu yerda mana shu ammoniya jigarga transfer qilinar ekan, qaysiki o'sha non-toksik holatga o'tkazilish uchun. Demak, ko'rdinglar do'stlar, birinchi navbatda jigar bizni mana shu zahardan qutqarish vazifasini bajaradi. Ammoniya birinchi navbatda jigarga transfer qilinadi. E'tibor qaratinglar, jigarga transfer qilinadi. Xo'p, jigarga ko'chirilgandan keyin bu ammoniy nimaga o'tkaziladi? Yuriyaga, ya'ni non-toksik bo'lgan yuriyaga o'tkaziladi va bu yuriya keyinchalik ekskretsiya qilinadi, ya'ni siydik bilan chiqarib yuboriladi. Do'stlar, bu yuriyani biz mochevina deb o'zbek tiliga tarjima qilamiz. Aynan u non-toksik, organizm uchun non-toksik hisoblanadi va siydik bilan organizmdan tashqariga chiqarib yuboriladi. Xo'p, e'tibor qaratamiz. Endi bu yerda qanday ma'lumot berilgan? Aminokislotalar parchalanganda, xo'p, birinchi jumlaga e'tibor qaratamiz. Usual first step removal of nitrogen by transamination deyapti. Ya'ni nima demoqchi do'stlar? Birinchi qadam, aminokislotalarni parchalanishdagi birinchi qadam bu yerda o'sha transaminlanish jarayoni orqali amalga oshadi deyapti. Masalan, tasavvur qiling, mana bu yerda aminokislota mavjud. Mana shu aminokislota birinchi navbatda parchalanganda o'zini alfa keton kislotasini hosil qiladi, to'g'rimi? Lekin mana shu alfa keton kislotasini hosil qilish barobarida o'zidagi amino gruppani mana bu glutamatga o'tkazib beradi. Tushundinglar? Bu glutamat do'stlar reaksiyadan avval alfa ketoglutarat bo'lgan. Alfa ketoglutarat bo'lgan. Qaysiki aminokislota o'zini alfa keton kislotasiga parchalansa, u o'sha alfa ketoglutaratni glutamatga aylantirib beradi. Ya'ni do'stlar, mana bu aminokislota o'zidagi ammoniy gruppani mana bu yerdagi glutamatga beradi. Esdan chiqarmanglar. Mana bu yerda ham ayni shu ma'lumot aytilyapti. Xo'p. Bu menimcha tushunarli bo'ldi. Endi mana shu yerda amino gruppa transfer qilinyapti. Ya'ni aminokislotadagi amino gruppa mana bu yerdagi glutamatga transfer qilinyapti va buni aminotransferaza fermentlari amalga oshirib beradi. Xo'p, ko'ramiz bu yerda aminotransferaza fermentlarining vazifasini. Xo'p, e'tibor qarating, bu yerda transfer nitrogen from amino acids to glutamat deyapti. Xuddi biz yuqorida aytib o'tgan gapni aytyapti. Ya'ni aminokislotalardan ayni mana shu nitrogenni, ya'ni ammoniyni glutamatga o'tkazib beradi deb ma'lumot aytyapti va barcha aminotransferaza fermentlariga vitamin B6 kofaktor. Vitamin B6 kofaktor. Xo'p, esdan chiqarmanglar do'stlar. Endi bu yerda asosiy bizda ikkita aminotransferaza fermenti bor.
alanin aminotransferaza va aspartat aminotransferaza, ya'ni ALT, AST. Buni menimcha hamma ko'rgan, o'sha laboratoriyada jigarni funksiyasini baholashda ishlatiladigan test. Ya'ni alanin miqdori umuman ALT miqdori oshgan bo'lsa yoki AST miqdori oshgan bo'lsa, biz jigardagi qanaqadir patologiyaga shubha qilsak bo'ladi. Bu aynan jigarni funksiyasini baholovchi test hisoblanadi do'stlar. Xo'p, davom etamiz bu yerga. Xo'p, aynan mana shu aniqroq, ya'ni aminokislotani aniq bir aspartat misolida gaplashib o'tamiz. Tasavvur qiling, aspartat aminokislotasi aspartat transaminaza fermenti ta'sirida mana bu yerda oksaloistatga aylanyapti. Ya'ni do'stlar, aspartat bu aminokislota, mana bu yerda hosil bo'lgan oksaloistat mana shu aspartatni alfa keton kislotasi. Alfa keton kislotasi va mana shu aspartatdagi aminokislota, umuman amino guruhi mana bu yerdagi glutamatga transfer bo'lyapti. Ko'ryapsizlar, to'g'rimi? Biz yuqorida ko'rdik-ku. O'sha alfa kecha glutaratga amino guruhga qo'shilishdan glutamat hosil bo'ladi. Menimcha tushunarli. Ya'ni do'stlar, mana shu aspartatdagi amino guruhi pryamoy mana shu glutamatga o'tkazilyapti. Demak, aspartatdagi amino guruhi hozir mana shu glutamatda. Mana shu glutamatda do'stlar. Endi tasavvur qilinglar, masalan, barcha aminokislotalar farqi yo'q. Organizmda nechta aminokislota bor? Mana shular parchalanish natijasida albatta ular o'zini alfa keton kislotasini hosil qiladi. Ya'ni do'stlar, mana bu yerni o'chiraman, qaranglar. Farqi yo'q. Mana bu yerda aspartat bo'ladimi yoki boshqa bir aminokislota bo'ladimi? Organizmdagi qanday aminokislota bo'lishidan qat'iy nazar, u o'zini alfa keton kislotasini hosil qiladi va glutamatni hosil qiladi. Do'stlar, tasavvur qilinglar, mana bu aspartat tarkibidagi amino guruhi ya'ni ammoniy mana bu glutamatga o'tkazilyapti. Ya'ni toksik bo'lgan ammoniy hozir mana shu glutamat tarkibida do'stlar. Endi glutamat mana shu ammoniyni tashib jigarga o'tkazadi do'stlar. Jigarga o'tkazadi va jigarda keyinchalik urea cycle davom etadi. Xo'p, mana shu jarayonlarni hozir batafsil ko'rib o'tamiz. Mana glutamatga endi to'xtalamiz, qarang. Glutamatda nima deyapti? Aynan do'stlar, hozir mana shu nitrogenni, xo'p, nitrogen, ya'ni bu yerdagi ammoniyni do'stlar glutamat, xo'p, urea cyclega kirgizish uchun jigarga o'tkazib beradigan yo'llar asosan ikkita. Xo'p, qaranglar, bulardan birinchisi glutamin sintezi, ikkinchisi alanin sikli. Aynan mana shu ikkita yo'l orqali do'stlar, mana bu glutamat o'zidagi ammoniy guruhini jigarga o'tkazib beradi va jigar uni keyinchalik urea cyclega kirgizib, xavfsiz moddaga aylantiradi. Xo'p, hozir mana shu ikkita yo'lni ko'rib o'tamiz, ya'ni glutamin sintezini va alanin siklini gaplashib o'tamiz. Xo'p, e'tibor qaratinglar, bu yerda glutaminga birinchi to'xtalamiz. Glutamin bu non-toksik, ya'ni do'stlar, organizm uchun juda ham xavfli modda emas, toksik modda emas deb bizga ma'lumot beryapti, esdan chiqarmanglar. Va bu yerda transverse nitrogen to liver for excretion deyapti. Ya'ni do'stlar, aynan mana shu azot asoslarini, ya'ni ammoniylarni jigarga o'tkazib beradi ekskretsiya qilish uchun. Xo'p, ko'ramiz, qaranglar, mana glutamatni ko'ryapsizlar. O'sha glutamat o'zini tarkibida ammoniy guruhga tutgan glutamat glutamin sintaza fermenti ta'sirida glutaminga aylanyapti. Ko'rdinglar? Glutaminga aylanyapti va bu jarayonda bitta ammiak qo'shilyapti. Ya'ni do'stlar, nima demoqchiman? Qarang. Birinchi navbatda mana bu glutamat tarkibida boyagi aminokislotalarning parchalanishidan hosil bo'lgan amino guruhi bordi, ya'ni ammoniy bordi. Bundan tashqari u organizmdagi boshqa bir yana zaharli bo'lgan, toksik bo'lgan ammoniyni yana qo'shib olyapti. Mana ko'ryapsizlar, yana ammoniy qo'shib olyapti va glutaminni hosil qilyapti do'stlar. Glutamin keyinchalik jigarga boradi va urea cyclega kirib ketadi, esdan chiqarmanglar. Xo'p, endi glutamin sinteza deyapti. Juda ham ko'pchilik to'qimalarda mavjud deyapti. Ya'ni mana bu ferment juda ham ko'pchilik to'qimalarda mavjud. Xo'p, biz endi birinchi maqsadimizga erishdik. Ya'ni glutaminni hosil qildik. Glutamin keyinchalik jigarga boradi va jigarda o'sha xavfsiz moddaga aylantiriladi. Xo'p, buni biz hozir ko'rib o'tamiz. Xo'p, qarang. Endi e'tibor qarating, bu yerda jigarda qanday jarayon amalga oshadi? Glutamin jigarga keldi, mana glutamin jigarga keldi va glutaminaza fermenti ta'sirida yana qaytadan glutamatga aylanadi do'stlar. Esdan chiqarmanglar. Endi mana shu reaksiya natijasida bitta ammiak chiqib ketadi. Qaranglar, tasavvur qilinglar, masalan, boshqa bir a'zolardagi ammiak endi jigarga olib kelindi. Ko'ryapsizlar, jigarga kelganda mana bu yerdagi
o'sha ammiak chiqarib yuborilyapti, jigarga chiqarilyapti va mana bu glutamat tarkibidagi bitta o'sha amino gruppa qoldi. Ya'ni xo'p, ammoniy qoldi. Endi uni ko'ramiz. Uni taqdiri nima kechadi? Xo'p, glutamatga aylandi do'stlar. Glutamat dehidrogenaza fermenti ta'sirida bu yerda alfa ketaglutaratga aylanadi va mana bu yerdagi ammiakka aylanadi. Ko'rdinglarmi do'stlar? Mana bu yerda bitta ammiak hosil bo'ldi, mana bu yerda bitta ammiak hosil bo'ldi. Endi mana shu ikkala ammiak do'stlar urea cycle'ga kirib ketadi. Esdan chiqarmanglar, urea cycle'ga kirib ketadi. Xo'p, endi davom etamiz do'stlar. Alanin sikli haqida gaplashamiz. Ko'proq o'sha alanin sikli bu mushaklarda amalga oshadi. Qaranglar mana, used by muscles to transfer nitrogen to liver do'stlar. Ya'ni do'stlar, mushaklardagi mana shu amino gruppalar, ya'ni mushaklarda parchalangan aminokislotalar natijasida hosil bo'lgan o'sha ammoniylar jigarga ko'chirilishi bu alanin sikli deyiladi. Xo'p, ko'ramiz do'stlar, qani nima amalga oshar ekan. O'sha glutamat, mana glutamatni ko'ryapsizlar. Glutamat keyinchalik alaninga aylanar ekan. Ko'ryapsizlar, bu yerda alanin aminotransferaza fermenti qatnashyapti. ALT qatnashyapti. Va bu jarayonda do'stlar piruvat alfa ketaglutaratga aylanyapti. Xo'p, endi do'stlar e'tibor qaratinglar, davom etamiz. Mana shu alaninni hosil qildik. Alanin o'sha jigarga borgandan keyin do'stlar piruvatga qayta aylanadi. Mana alanin jigarga kelgandan keyin u qaytadan o'sha piruvatga aylanadi. Piruvatga aylanish mobaynida u o'sha o'zidan yana glutamat moddasini ham hosil qiladi do'stlar. Ko'ryapsizlar? Nima vaziyat amalga oshadi? Buni qaytadan takrorlayman. Qaranglar, alanin jigarga keldi. Jigarga kelgandan keyin o'sha yana avval ko'rganimiz ALT, ya'ni alanin aminotransferaza ferment ta'sirida glutamatga aylanadi. Va bu reaksiyada do'stlar o'sha alfa ketaglutarat qatnashadi va alfa ketaglutarat reaksiya natijasida piruvatga aylanadi. Xuddi shu narsa nazarda tutilgan bu yerda. Xo'p, o'chirib tashlaymiz. Mana qaranglar, nitrogen transferred back to glutamat deyapti. Ya'ni ayni mana shu alanindagi do'stlar nitrogen aynan azot asosi yoki bo'lmasa xullas azot asosi umuman ammoniya, xullas tushunyapsizlar. Ammoniya, mana alanin tarkibidagi ammoniya glutamatga qayta o'tkazildi. Ko'rdinglar? Xo'p, endi e'tibor qaratinglar, bu yerda alanin sikli haqida yana ma'lumot berilyapti. Mana glutamatga o'tkazilgandi. Glutamat endi jigarga keladi va jigarda yana o'sha nima deydi? Sikl amalga oshadi. Ya'ni glutamat dehidrogenaza fermenti ta'sirida alfa ketaglutarat hosil qiladi va bitta ammoniy, ya'ni umuman ammoniy emas, bu ammiakni hosil qiladi. Ammiak keyinchalik urea cycle'ga kirib ketadi. Esdan chiqarmanglar, urea cycle'ga kirib ketadi. Xo'p, menimcha tushunarli bo'ldi. Biz ikkita yo'lni ham gaplashib o'tdik. Yoki glutaminga aylanishi mumkin yoki alaninga aylanib bu jigarga o'tkazilishi mumkin va jigarda mana bu ammiaklarni hosil qiladi va bu ammiaklar urea cycle'ga kirib ketadi do'stlar. Xo'p, bu yerda alanin sikli haqida bizga yana ma'lumot berilyapti. E'tibor qaratinglar. Masalan, mushakda do'stlar, o'sha ammoniy, umuman ammiak, mana bu ammiak do'stlar glutamatga o'tkaziladi, to'g'rimi? Glutamatga o'tkaziladi va glutamatdan keyinchalik u alaninga o'tkaziladi. Va alanin do'stlar mushakdan qon orqali jigarga boradi va jigarda nimaga aylantiriladi? Jigarda glutamatga aylantiriladi. Va mana shu glutamat keyinchalik metabolizmga uchrash natijasida o'zidan ammiak chiqarib yuboradi. Bu urea cycle'ga kirib ketadi. Va do'stlar, ayni mana shu alanin glutamatga aylanishda alfa ketaglutarat o'z ishtirokini namoyon qilib beradi. Ya'ni alfa ketaglutarat qatnashib reaksiyada piruvat hosil bo'ladi. Va bu piruvat keyinchalik o'zining metabolizmida glyukoneogenezga kirib ketadi va glyukozani hosil qilib beradi do'stlar. Va bu glyukoza qon orqali yana mushakka qaytib boradi va bu mushakda piruvatni hosil qiladi do'stlar, glyukoza. Endi piruvat xohlasa masalan energiya hosil qilish uchun saqlanishi mumkin yoki bo'lmasa aynan mana bu yerda xo'p, glutamatda alaninga o'tkazilishda bitta o'sha nima deydi? Qo'shimcha bir kofaktor sifatida rol amalga oshirishi mumkin. Menimcha tushunarli bo'ldi. Mana shu sikl, mana shu aylana jarayon barchasi alanin sikli deyiladi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Xo'p, endi davom etamiz. E'tibor qaratinglar, bu yerda mitoxondrial kasalliklar haqida ma'lumot berilgan. Xo'p, mitoxondrial kasalliklar biz avval gaplashganmiz. Bu aynan tug'ma kasalliklar. Aynan qanday kasalliklar? Tug'ma metabolizm bilan aloqador bo'lgan kasalliklar.
Asosan do'stlar piruvatni metabolizmida muammo bo'ladi. Piruvatni metabolizmida muammo bo'ladi. Xo'p, e'tibor qaratinglar, ikkita ferment, asosan ikkita ferment. Bu piruvat karboksilaza yoki bo'lmasa piruvat dehidrogenaza yetishmovchiligi bo'lishi mumkin. Endi do'stlar, aynan mana shu ikkita ferment yetishmovchiligi hisobiga qonda alanin va laktat miqdori oshib ketadi. Albatta buni tushunyapsizlar. Menimcha, masalan, piruvat dehidrogenaza ishlamasa nima bo'ladi? Albatta piruvat asetil-CoAga aylanmaydi va boshqa yo'lga kirib ketadi. Ya'ni laktat hosil qilishga sarflanib, bu yerda laktat oshib ketishi mumkin. Xo'p, alanin hosil bo'lishini biz yuqorida ko'rib o'tdik. Ya'ni piruvatdan qanday qilib alanin hosil bo'lishini ko'rdik. Masalan, piruvat ham laktat yo'liga o'tishi mumkin, ham alaninga aylanishi mumkin. Shuni hisobiga organizmda, masalan, mana bu ikkala ferment yetishmovchiligi hisobiga qonda umuman birinchi navbatda piruvat oshadi va piruvat aynan mana bu ikkita yo'lga sarflanib, mana shu ikkita modda alanin va laktatning miqdorini oshishiga sabab bo'ladi. Va bu do'stlar aynan juda ham birinchi tug'ilganda, yosh kichkina paytda, birinchi kunlarda, birinchi oylarda namoyon bo'ladi do'stlar. Shuning uchun mana qaranglar, yosh bolalar rasmi bu yerda bizga ko'rsatilgan. Bu aynan mana shu kasallikni yosh bolalarda ko'p uchrashidan dalolat. Xo'p, va nihoyat do'stlar biz urea cycle'ga yetib keldik. Urea cycle'ga Urea bu o'zbek tilida machevina desak bo'ladi do'stlar. Machevinani menimcha bilasizlar. Xo'p, endi davom etamiz. Qaranglar, ammoniya mana. Xo'p, bizda ammoniya bor. Mana ammoniya bu NH4+ ammoniya va ammiak bor. Ammiak mana bu NH3. Menimcha bilasizlar, hamma kimyo o'qigan albatta, buni tushunadi. Xo'p, mana bu ammiak do'stlar, juda ham toksik modda. Organizm uchun juda ham toksik modda hisoblanadi. Chem mana bu ammoniyaga qaraganda Ammoniyam toksik, lekin mana bu ammiakka nisbatan sal xavfi kam, tushunyapsizlar? Agar ikkalasi birgalikda kelib qoladigan bo'lsa, bizga ammoniyning miqdori yuqori bo'lgani yaxshiroq, chunki ammiak undan xavfliroq. Aslida ikkalasi ham organizm uchun xavfli moddalar, lekin ammoniya sal xavfsizroq. Menimcha tushuntira oldim, do'stlar. Xo'p, endi davom etamiz. Bu yerda o'sha organizmdagi ammoniylar ureaga aylanadi va urea keyinchalik siydik orqali chiqarib yuboriladi. Xo'p, urea do'stlar nimadan sintezlanadi? Bu yerda 3 ta ayni sintezlanadigan dastlabki mahsulotlar ko'rsatilgan. Bu masalan ammoniya, karbon dioksid, aspartat bo'lishi mumkin. Ya'ni do'stlar, mana bu yerdagi ammiakni ham ammoniya deb bular atab ketaveradi. Ya'ni do'stlar, biz o'zbek tilida masalan ammoniyani ammoniy deymiz yoki bo'lmasa mana bu NH3 ni ammiak deymiz-ku. Bular inglizlar farqi yo'q. Ikkalasini ham ammoniya deydi. Ikkalasini ham ammoniya deydi, tushunyapsizlar? Aynan mana bu ammoniya, karbon dioksid, ya'ni SO2, yo'q, CO2 va aspartat. Aynan mana shu 3 ta modda o'zaro qo'shilishdan urea hosil bo'ladi. Ko'ryapsizlar? Urea hosil bo'ladi va urea keyinchalik siydik bilan chiqarib yuboriladi. Aynan mana shu 3 ta dastlabki mahsulotni ko'rib olinglar. Xo'p, 3 ta dastlabki mahsulotni aspartat, karbonat angidrid va bu yerda ammiak. Endi uchalasi o'zaro qo'shilishdan bu yerda urea hosil bo'ladi va xavfsiz moddaga aylanib organizmdan chiqarib yuboriladi. Xo'p, endi ko'rib o'tamiz. Urea cycle'ni to'liq qanday bosqichlardan iboratligini ko'rib o'rganib o'tamiz. Qaranglar, bu yerda first reaction and second and mitochondria deyapti. Ya'ni urea cycle'ni do'stlar birinchi va ikkinchi reaksiyasi mitochondriyada amalga oshar ekan. Esdan chiqarmanglar, mitochondriyada. Xo'p, birinchi reaksiyasi bu rate limiting step ekan. Ya'ni rate limiting step haqida menimcha hamma ma'lumoti bor. Nima ekanligi haqida, qanday jarayon ekanligi haqida to'xtalib o'tirmayman. Xo'p, e'tibor qaratinglar birinchi reaksiyasiga. Xo'p, bu yerda ammiak o'zaro o'sha karbonat angidrid bilan qo'shilish natijasida bu yerda qaysi ferment? Karbomoil fosfat sintetazani birinchi turi natijasida bu yerda reaksiyaga kirishadi va karbomoil fosfat hosil qiladi. Ko'rdinglar, bu jarayonda ikkita ATF sarflanib, ikkita ADF hosil bo'ladi. Xo'p, bu yerda e'tibor qaratinglar. Mana bu karbomoil fosfat sintetazani birinchi turi. Esdan chiqarmanglar. Va reaksiya natijasida karbomoil fosfat hosil bo'lyapti. Xo'p, davom etamiz. Bu yerda N-asetil glutamat haqida bizga ma'lumot bergan. Xo'p, bu modda bizga nimaga kerak? Qaranglar, bu aynan mana shu moddani, ya'ni karbomoil fosfat sintetazi birinchi turini allosteric aktivatori. Ya'ni allosteric aktivator degani masalan mana shu fermentni aynan mana bu joyida, masalan tasavvur qilinglar, mana shu joyida N-asetil glutamat birikadigan bitta nuqta bor. Ya'ni
joy bor. Ayni mana shu joyga N-asetil glutamatni kelib birikishi natijasida bu fermentning ishi aktivlashadi. Allosterik degani ayni mana shu fermentni ajratilgan shu joyga kelib birikish natijasida aktivlanishi, bu allosterik deyiladi. Aynan o'zi uchun ajratilgan joyga kelib biriksa, bu allosterik deyiladi do'stlar. Tushundinglar menimcha? Va ayni mana shu ferment bu natijasida aktivlanadi. Xo'p, bu yerdan o'chiraylik, qaranglar. Yana fikrni qaytadan ko'rib o'tamiz. Xo'p, allosterik aktivator ekan va karbomoil fosfat sintetazi birni ishini kuchaytirib berar ekan do'stlar. Endi qaranglar, bu yerda ma'lumot aytayapti. Enzyme will not function without this cofactor deyapti. Ya'ni do'stlar, ayni mana shu modda bo'lmasa, N-asetil glutamat bo'lmasa, mana bu ferment, ya'ni karbomoil fosfat sintetazani birinchi turi umuman ishlamas ekan. Not function deyapti bu yerda. Not function deyapti. Ya'ni umuman ishlamaydi do'stlar. Qachonki mana shu modda bo'ladi, N-asetil glutamat bo'ladi, karbomoil fosfat sintetazining birinchi turi yaxshigina ishlab beradi. Xo'p do'stlar, endi mana bu modda N-asetil glutamat nimadan sintezlanadi? Buni bilib qo'yaylik. Bu glutamat va asetil-koin o'zaro qo'shilishidan hosil bo'lar ekan. Esdan chiqarmanglar. Glutamat va asetil-koin o'zaro qo'shilishidan N-asetil glutamat hosil bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Bizga yana ma'lumot beryapti. Proteinlar organizmda oshadigan bo'lsa, ya'ni to'qlik holatida N-asetil glutamat ham oshar ekan. Albatta tabiiy holat, chunki tasavvur qilinglar, organizmda oqsil ko'p bo'ladigan bo'lsa, uni parchalanishi ham ko'p bo'ladi. Parchalanish ko'p bo'ladigan bo'lsa, albatta o'sha parchalanish natijasida nima hosil bo'ladi? Ammoniy hosil bo'ladi. Va bu ammoniy albatta urea siklga kiritilishi kerak. Urea siklda ishtirok etadigan asosiy ferment, rate limiting step, bu mana bu ferment, ya'ni karbomoil fosfat sintetazining birinchi turi. Endi bu ishlash uchun albatta allosterik aktivator kerak. Va bu N-asetil glutamat do'stlar. Endi N-asetil glutamat ham o'sha jarayonga mos ravishda moslashib, o'zining miqdorini oshirib beradi. Xo'p do'stlar, aynan bu urea siklni regulyatsiya qilib turar ekan do'stlar. Esdan chiqarmanglar. Mana bu ko'rib turibsizlar, bu o'sha N-asetil glutamatni tuzilishi, strukturasi. Xo'p, davom etamiz. Endi biz pirimidin, purin sintezini ham gaplashgandik. Ayni mana shu jarayonlarda, ya'ni pirimidin sintezida yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, karbomoil fosfat sintetazining ikkinchi turi qatnashardi. Mana bu fermentning ikkinchi turi qatnashardi do'stlar, esdan chiqarmanglar. Biz yuqorida urea siklda birinchi tur haqida gaplashdik. Lekin pirimidin sintezida ikkinchi tur qatnashadi. Xo'p, pirimidin sintezida qanday jarayon amalga oshardi? Buni ko'rib o'tamiz. Qaranglar, bu yerda mana glutamin qatnashardi va glutaminga bitta karbonat angidridni biriktirilish natijasida bu yerda karbomoil fosfat hosil bo'lardi. Va ayni mana shu jarayonda karbomoil fosfat sintetazining ikkinchi turi qatnashardi. Ikkinchi turi esdan chiqarmanglar. Bu yerda ham xuddi shunaqa ATF sarflanib, bitta ADF chiqib ketardi. Xo'p, menimcha ko'rdinglar. Bir-biridan farqli jarayonlar. Xo'p, mana bu fermentning birinchi turi va ikkinchi turini qayerda qatnashishini esdan chiqarmanglar, chalkashtirib yubormanglar. Xo'p, davom etamiz. Biz urea siklni birinchi reaksiyasini ko'rdik. Ya'ni karbomoil fosfatni hosil qildik. Endi karbomoil fosfatni taqdiri nima kechadi? Ko'rishimiz kerak. Bu yerda o'sha karbomoil fosfat mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Nimaga aylanadi? Bu yerda ornitin transkarbamylaza fermenti natijasida mana bu qaranglar, fermentning nomini sitrulinga aylanadi. Sitrulin. Xo'p, ko'ryapsizlar, mana shu yerda ornitin transkarbamylaza fermenti ishlashi uchun bizga ornitin kerak. Qo'shimcha ravishda ornitin qo'shilishi kerak. Xo'p, yana qaytaraman. Bizda hosil bo'lgan karbomoil fosfat do'stlar, karbomoil fosfat mana bu yerdagi ornitin bilan o'zaro qo'shilish natijasida ornitin transkarbamylaza fermenti ishtirokida sitrulinga aylanadi. Va bu jarayon ham mitoxondriyada amalga oshadi do'stlar, mitoxondriyada. Endi ko'raylik, mana bu yerda umumiy birinchi va ikkinchi reaksiyani umumiy ko'rib o'tamiz. Qaranglar, birinchi navbatda bizda ammoniy bor edi. Mana shu ammoniy karbonat angidrid bilan qo'shildi va karbomoil fosfat sintetazining birinchi turi natijasida bu yerda karbomoil fosfatni hosil qildi. Endi karbomoil fosfat do'stlar sitozoldagi, e'tibor qaratinglar, sitozoldagi ornitin bilan qo'shilish natijasida ornitin transkarbamylaza fermenti ishtirokida sitrulinga aylanadi. Va sitrulin keyinchalik sitozolga o'tadi. Ko'ryapsizlar, sitozolga o'tyapti. Endi davomini ko'ramiz. Qaranglar, urea siklning davomi bu sitozolda amalga oshadi. Mana sitrulinni ko'rdinglar, sitrulin. Xo'p, bu o'sha karbomoil fosfatdan hosil bo'ldi. Mana karbomoil fosfat. Endi davom etamiz. Sitrulin bu qayerga o'tdi? Sitozolga o'tdi. Sitrulin qaranglar, ATF bilan va aspartat aminokislotasi bilan o'zaro qo'shilish natijasida argininosuksinatni hosil qiladi. Mana argininosuksinat. Xo'p, argininosuksinat o'zidan bitta fumaratni ajratib chiqaradi va argininni hosil qiladi do'stlar.
argininni hosil qiladi. Endi mana shu arginin o'zidan bitta uriyani ajratib chiqaradi va ornitinni hosil qiladi. Ko'rdinglar? Ornitinni hosil qiladi va bu ornitin keyinchalik o'sha oraliq jarayonga qo'shilib ketadi. Ko'rdinglar mana bu yerda ornitin qayerga qo'shilishini? Ornitin mana bu karbomoil fosfat bilan qo'shilib ketadi va sitrulinni hosil qiladi. Mana shu jarayonda ornitin ishlatiladi qayta-qayta. Va biz do'stlar mana bu jarayonga erishdik va nihoyat uriyani hosil qildik. Ya'ni mochivinani hosil qildik. Organizm uchun non-toksik hisoblangan uriyani hosil qildik va bu siydik bilan ajralib chiqib ketadi do'stlar. Bu ham aynan siklik jarayon. Ya'ni urea cycle degani mana shunaqa aylana jarayon. Har doim amalga oshib turadi, har doim mana shunaqa reaksiyalar ketma-ketligidan iborat. Xo'p do'stlar, davom etamiz. Endi bu yerda sitrulin haqida gaplashamiz. Xo'p, sitrulin non-standard aminokislota. Not encoded by genome deyapti. Ya'ni do'stlar, xo'p, sizlarga qaranglar, o'tgan darsimizda qisqachagina aytib o'tib ketganman. Aminokislotalar standart yoki non-standart bo'lishi mumkin. Xo'p, standart aminokislotalar haqida qisqacha ma'lumot beraman. Qaranglar, standart aminokislotalar hosil bo'lishi uchun birinchi navbatda ularni geni aynan o'zida ma'lumot saqlaydi. Ma'lum bir gen kodlanadi mana shu oqsil uchun. Tasavvur qilinglar. Mana bu genda ayni masalan bitta standart aminokislotani masalan ma'lumoti saqlangan, ya'ni kodlangan. Endi mana shu gendan keyinchalik transkripsiya bo'ladi va translyatsiya bo'lib mana bu yerda oqsil sintezlanadi. O'sha oqsil albatta do'stlar oqsil bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa mana shu aminokislota bo'lishi mumkin do'stlar. Ko'rdinglar, bu standart xo'p aminokislotalar. Ya'ni do'stlar, standart aminokislotalar mana shunaqa tartibda hosil bo'ladi. Ya'ni birinchi genomda o'sha kodlanadi ma'lumot, undan keyin transkripsiya bo'ladi va translyatsiya bo'lib o'sha aminokislota yoki bo'lmasa xullas undan keyin oqsil sintezlanishi mumkin do'stlar. Xo'p, ko'rdinglar, bu yerda pryamoy oqsil sintezlanyapti. Ya'ni oqsil sintezlanishiga mana shu aminokislota pryamoy qo'shilyapti do'stlar. Xo'p, pryamoy qo'shilyapti deganim nima? Hozir non standartda aytganimda bir-biriga taqqoslab tushuntiraman. Xo'p, mana buni o'chiramiz. Xo'p, do'stlar, e'tibor qaratinglar, non standart aminokislotalarda mana shu aminokislotalarni sintezlash uchun ularni ma'lumoti genomda saqlanmaydi. Genomda saqlanmaydi. Ya'ni nima demoqchiman? Masalan, bitta genom, ya'ni gen do'stlar, unda saqlangan ma'lumot keyinchalik transkripsiya bo'ladi, undan keyin translyatsiya bo'ladi va mana bu yerda xullas mana bu aminokislota hosil bo'ladi do'stlar. Ko'rdinglar, bu standart edi. Lekin non standartda do'stlar bunaqa narsa bo'lmaydi. Bunaqa narsa bo'lmaydi. Nimaga? Nimaga qaranglar. Chunki do'stlar, mana bu yerdagi genda buni ma'lumoti saqlanmagan. Ya'ni kodlanmagan do'stlar. Not encoded by genome deyilgan do'stlar. Bu genomda saqlanmaydi. Bu nima bo'ladi qaranglar. Hozir sizlarga tushuntiraman. Nimaga bu genomda saqlanmasligini. Xo'p, qaranglar, e'tibor qaratinglar. Mana buni o'chiraman. Xo'p, mana bu translyatsiya bo'ldi. Mana bu yerda bitta aminokislota hosil bo'ldi. Deylik, standart aminokislota translyatsiya natijasida hosil bo'ldi. Endi translyatsiya jarayonidan keyin do'stlar shunaqa jarayonlar bo'ladiki, post translyatsion modifikatsiya jarayonlari bo'ladi. Xo'p, ana shu oqsillar yoki aminokislotalar, hosil bo'lgan aminokislotalar o'zgartiriladi. Ya'ni umuman ularga nimadir qo'shilib, nimadirlar olib tashlanadi. Va bu jarayonlar post translyatsion modifikatsiya deyiladi. Xo'p, buni umuman tushunmayotgan bo'lsanglar, hayron bo'lmanglar. Buni biz o'sha cell biology'da ko'rib o'tamiz. Ya'ni hujayra biologiyasida batafsil o'rganib o'tamiz. Prosta hozir sizlar konsepsiyani tushunish uchun bunga e'tibor qaratib ketinglar, qisqacha tushunib ketsanglar bo'ldi. Xo'p, non standart aminokislotalar nima qiladi? Aynan mana shu post translyatsion modifikatsiya natijasida mana bu standart aminokislotaga ma'lum bir o'sha oqsillarni yoki bo'lmasa ma'lum bir strukturalarni qo'shilish natijasida tasavvur qiling, mana bu standart aminokislotaga biz yana bitta nima qo'shdik? Masalan, qanaqadir oqsilmi, aminokislotami, xullas qanaqadir bir modda qo'shdik va endi hosil bo'ladi bizda non standart aminokislota. Mana bu yerdagi mana bu modda, qo'shilayotgan modda endi любой narsa bo'lishi mumkin. Mana bu yerdagi o'sha non standart aminokislotani tuzilishiga, tarkibiga qarab. Menimcha tushundinglar. Xo'p, hozir buni yana bitta qaytarishga harakat qilaman. Qaranglar. Aytayapti, bu yerda hozir sizlarga isbotlab o'qib beraman. Non standard amino acids non encoded by genome. Ya'ni do'stlar, genomda ularni ma'lumoti kodlanmaydi. Non standart aminokislotalar genomda kodlanmaydi ma'lumoti. Standart aminokislotalarni
umuman ma'lumoti genomda kodlanishi mumkin. Hozir aytib o'tdim, ko'rib o'tdik bu narsani. Xo'p, aytyapti incorporated into proteins via post translational modification. Ya'ni do'stlar, buni hosil bo'lishi o'sha post translatsion modifikatsiya orqali bo'ladi do'stlar. Aynan mana shu yerda ma'lum bir strukturalar qo'shilish natijasida bu yerda o'sha non standart aminokislotalar hosil bo'ladi. Ya'ni qarang, translyatsiya natijasida standart aminokislota hosil bo'ldi. Unga ma'lum bir o'sha moddalar qo'shilish natijasida endi non standart aminokislota hosil bo'ldi. Ko'ryapsizlar? Post translatsion modifikatsiya natijasida. Xo'p, endi mana shu yerda ko'rib o'tamiz. Asosan do'stlar, mana shu non standart aminokislotalar yallig'lanish jarayonlarida miqdori oshar ekan. Ko'ryapsizlar? Yallig'lanish jarayonlarida miqdori oshar ekan. Esdan chiqarmanglar. Xo'p, endi ayni mana shu non standart aminokislota hisoblangan sitrulin do'stlar, bitta bizda autoimmun kasallikda muhim ahamiyatga ega. Ya'ni reumatoid artritda mana shu sitrulin muhim ahamiyatga ega do'stlar. Ya'ni nima demoqchiman? Tasavvur qilinglar. Reumatoid artritda mana shu sitrulinga qarshi antitanalar hosil bo'lib qoladi organizmda. Sitrulinga qarshi antitanalar organizmda hosil bo'lib qoladi. Ko'ryapsizlar, to'g'rimi? Menimcha tushundinglar. Xo'p, endi anticyclic citrulinated peptide antibody deyapti. Ya'ni anti-CCP degan bizda mana shunaqa test bor. Ya'ni mana shu test pozitiv bo'ladigan bo'lsa, biz reumatoid artritga shubha qilishimiz mumkin. Ko'pchilik o'sha reumatoid artritga chalingan insonlarning 80% da do'stlar, 80% da mana shunaqa antisitrulin antibodylar aniqlanadi. Antisitrulin antibodylar. Ya'ni mana shu sitrulin non standart aminokislotasiga qarshi umuman antitanalar hosil bo'lib qolar ekan reumatoid artritda. Xo'p, reumatoid artritda nima ekanligi haqida ma'lumotga ega bo'lmasanglar, umuman xafa bo'lmanglar. Bu asosan o'sha umuman autoimmun kasallik bu asosan bo'g'imlarda uchraydi va bo'g'imlardagi deformatsiyalar bilan bizga namoyon bo'ladi. Mana qaranglar, bu yerda bo'g'imlarni ko'rib turibsizlar va bo'g'imlar mana bunaqa qiyshayib, ayni bir tarafga qarab qolgan. Bu o'sha reumatoid artritning bitta ko'rinishi, bitta belgisi. Ayni biz muskuloskeletal bo'limiga borganimizda bu haqida batafsil gaplashib o'tamiz. Qanday kelib chiqadi, etiologiyasi, patogenezi, davolash, xullas hammasi haqida batafsil gaplashamiz. Prosta konsepsiyani o'zi tushunsanglar bo'ldi. Xo'p, davom etamiz. Bu yerda giperammonemiya haqida ma'lumot berilgan. Xo'p, bu yerda nima deyapti? Results from any disruption urea cycle deyapti. Ya'ni do'stlar, masalan, urea cyclening buzilish natijasida giperammonemiya bo'ladi. Albatta, konkretni bu narsa to'g'ri. Nima demoqchiman do'stlar? Urea cycle agar amalga oshmasa, bu yerga ammoniylar nima deydi? Xavfsiz bo'lgan ureaga aylanmaydi. Shuning uchun giperammonemiya bo'ladi. Xo'p, bunga sabab nima bo'lishi mumkin? Masalan, jigar kasalliklari, advanced liver disease. Endi jigar kasalliklari bo'ladigan bo'lsa, albatta, bu yerda jigar o'zini normal funksiyasini bajarib bera olmaydi. Albatta, aynan urea cycle ham jigarda amalga oshgani uchun urea cycle ham buzilib qolishi mumkin va ammoniy organizmda oshib ketadi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Endi kamdan-kam holatlarda mana shu urea cycle disorder bo'lishi mumkin. Ya'ni nima demoqchiman? Urea cyclening ichidagi ma'lum bir fermentlarning yetishmovchiligi juda ham kamdan-kam uchraydi deb bizga ma'lumot beryapti. Xo'p, endi davom etamiz. Qaranglar, bu yerda qanday ma'lumot berilgan? Ammoniya, ya'ni increase ammonia can deplete alfa ketoglutarate deyapti. Ya'ni do'stlar, mana bu ammoniyni miqdorini oshishi alfa ketoglutarate miqdorining kamayishiga sabab bo'ladi deyapti. Albatta do'stlar, bu nimaga? Chunki hozir ko'ramiz, qaranglar. Mana bu yerda ammoniy va mana bu yerda alfa ketoglutarate. Ammoniy miqdori oshadigan bo'lsa, u xo'p, ko'ramiz. Birinchi navbatda reaksiyani ko'rib o'taylik. Mana ikkalasi birgalikda reaksiyaga kirishsa, glutamat dehidrogenaza fermenti ta'sirida bu glutamatga aylanadi, to'g'rimi? Glutamatga aylanadi va umuman uzr. Bu yerda glutaminga aylanadi. Va glutamin do'stlar, glutamatga aylanar ekan. Va glutamin sintaza fermenti ta'sirida endi mana glutaminga aylanyapti. Uzr, chalkashib ketish uchun buni to'g'risi tushunasizlar. Va bu yerda ham bitta ammoniya qo'shilyapti do'stlar. Xo'p, bu jarayonni esdan chiqarmanglar. Endi ammoniy miqdori yuqori bo'ladigan bo'lsa, do'stlar, o'zi ammoniya qayerda saqlanayotganda? Mana bu glutamatni tarkibida tashib yuriladi.
va keyinchalik jigarga boradi. Masalan, jigarga glutamin yo'li orqali yoki alanin yo'li orqali boradi, to'g'rimi? Masalan, tasavvur qiling, bu yerda glutamin yo'li orqali jigarga bordi va jigarda u nima qilyapti? Jigarda o'zidagi o'sha ammoniyni chiqaryapti va ammoniyni urea siklga kiritish kerak. Lekin urea siklda yoki bo'lmasa jigarda problema bor va u ishlamayapti. Endi tasavvur qiling, bu yerda nima bo'ladi? Albatta, ammoniy miqdori, ya'ni ammoniy miqdori mana bu oshib ketadi va oshib ketgandan keyin nima bo'ladi? Alfa ketoglutarат kamayib ketadi. Sabab nima? Ayni mana bu glutamat hosil bo'lishi uchun yoki glutamin sintezlanishi uchun ham albatta mana bu yerdagi birinchi dastlabki o'sha ammoniya alfa ketoglutarат bilan qo'shilishi kerak edi. Va bu qo'shilish davomida mana bu yerdagi alfa ketoglutarат do'stlar kamayib ketadi. Tushundinglar? Kamayib ketadi. Xo'p, menimcha tushunarli bo'ldi. Jarayon umuman chalkash emas, juda ham oson, sodda jarayon. Xo'p, agar tushunarsiz bo'lsa, men chalkashib ketgan joylarimda sizlar ham chalkashgan bo'lsanglar, qaytadan pauza qilinglar. E'tibor bilan mana shu ketma-ketlikni o'rganib chiqinglar. Juda ham sodda jarayon o'zi, qiyin emas. Xo'p, endi davom etamiz. Masalan, giperammonemiya holati bo'lganda organizmda qanday simptomlar bo'ladi? Simptomlarga qaranglar. Asosiy simptomlar esdan chiqarmanglar. Giperammonemiya ko'pincha markaziy nerv sistemasida o'zini effektini beradi. O'zini simptomlarini o'sha CNS da beradi. Va birinchi, juda ham katta belgi bu markaziy nerv sistemasida umuman bosh miyada miya shishiga sabab bo'ladi. Miya shishiga sabab bo'ladi. Va do'stlar, giperammonemiyani o'ziga xos belgisi, juda ham o'ziga xos belgisi keyslarda bittaga tanib olishlaring mumkin. Bu tremor. Tremor ham qanaqa tremor? Bu asterixis. Xo'p, bu aynan qo'lda mana shunaqa kuzatiladigan qaltirash. Mana bu asterixisni boyagi Asterix bilan Obelixga chalkashtirmaylik. Nomi o'xshash. Asterixis degani qo'llarni qaltirashi yuqoriga va pastga do'stlar. Xo'p, masalan, hozir tushunmayotgan bo'lsanglar, bitta videoni pauza qilinglar. Asterixis denglarda o'sha YouTubedan qidiringlar. Qo'llarni qaltirashi aynan mana bu giperammonemiya uchun xos. Bunda o'ziga xos mana shunaqa qo'llarni qaltirashi, qo'llarni harakati bo'ladi asterixisda. Tasavvur qiling, mana bu masalan sizning kaftingiz, yo'q, buni o'chiray, to'xtang. Masalan, kaftingiz mana bu kaft. Endi mana bu masalan, xo'p, bilak va tursak suyaklari. Xo'p, mana bu yelka. Endi mana bu bor-ku, mana bu kaft. Mana bu kaft keyinchalik mana bu yuqoriga ko'tariladi va pastga tushadi. Yuqoriga ko'tariladi, pastga tushadi. Ana shunaqa yuqoriga ko'tarilib, pastga tushib, yuqoriga ko'tarilib, pastga tushib, shunaqa harakat qiladi. Ko'ryapsizlarmi? Menimcha kaftni mana shunaqa umuman qo'lni ko'tarilib chiqishini. Buni agar tushunmagan bo'lsanglar, nimaga videoni pauza qilib YouTubedan asterixis deb qidirsanglar, konkretniy buni ko'rib tushunib olasizlar. Konkretniy buni ko'rmasanglar tushunmaysizlar. Hozir men nimaga YouTube'ga kirib bu narsani qo'yib bersam, ancha videoda nima deydi, to'xtalish bo'lib qoladi. Qotib qolishi mumkin video. Xo'p, endi davom etamiz. Giperammonemiyani, tremorni, ya'ni asterixisni ko'rdik. Bundan tashqari do'stlar, memory impairment, ya'ni xotira buzilishlari, xotira bilan bog'liq muammolar bo'ladi. Slurred speech, ya'ni umuman gapirish bilan bog'liq muammolar bo'ladi. Bundan tashqari qusish bo'ladi va koma holatiga ham sababchi bo'lishi mumkin. Do'stlar, keyinchalik bu koma o'limga ham sababchi bo'ladi. Ko'ryapsizlar? Giperammonemiyani vaqtida aniqlab, vaqtida chorasini ko'rmasa, u komaga o'tadi. Komadan keyin o'limga ham sababchi bo'lishi mumkin. Asosiy o'sha simptomlar CNS da bo'lgani uchun mana bu yerda bosh miyani bizga rasmini ko'rsatib qo'ygan. Xo'p, esdan chiqarmanglar. Endi giperammonemiyani davolash haqida gaplashamiz. Davolash. Umuman kam bu yerda oqsil yeyish kerak. Kam proteinli mahsulotlar yeyish kerak. Chunki protein kam yesa, uni parchalanish organizmda shunchalik kam bo'ladi, kam o'sha ammoniya hosil bo'ladi va kasallikni biz nima deydi, simptomlarni birmuncha bo'lsa ham o'sha og'irlashishdan oldini olib turamiz. Xo'p, endi laktuloza berilishi kerak. E'tibor qaratinglar, laktuloza berilishi kerak. Laktuloza bu nima? Sizlarga aytib o'taman. Laktuloza bu sintetik disaxarid. Sintetik disaxarid. Ya'ni laksativ degani ichak faoliyatini yaxshilab beruvchi, oshirib beruvchilar deb tushuntirsam bo'ladi qisqacha. Xo'p, mana bu laktuloza sintetik disaxarid ekan. Endi bu kolonda, ya'ni yo'g'on ichakda bakteriyalar tomonidan parchalanar ekan va mana shu jarayonda yog' kislotalarini hosil qilar ekan. Ko'ryapsizlarmi do'stlar? Sintetik disaxarid yo'g'on ichakda bakteriya tomonidan parchalanish natijasida fatty acidni hosil qilyapti. Ya'ni yog' kislotalarini hosil qilyapti. Va bu narsa aynan mana shu ichaklardagi pH ni tushishiga sabab bo'ladi. Va do'stlar, bu yerda
ko'proq mana bu NH4+ ni hosil bo'lishini oshirib, mana bu yerdagi NH3 ni, ya'ni ammiakni hosil bo'lishini kamaytiradi. Men boshida aytib o'tgandim do'stlar, bizga qaysi biri organizmda bo'lishi foydaliroq deb aytgandim. Aslida ikkalasi ham zararli, lekin ikkalasini o'zaro solishtiradigan bo'lsak, mana bu NH3 zararli, juda ham toksik modda. Shu uchun do'stlar, organizm uchun foyda keltirish uchun mana bu NH3 miqdorini kamaytirib, NH4+, ya'ni ammoniy miqdorini bu yerda oshiryapti. Xo'p, endi qaranglar. Endi mana shu NH4+ ichaklarda ko'p bo'lgandan keyin u so'rilishi yomon bo'lar ekan. Ya'ni so'rilmasdan ichaklarda to'planib qolar ekan. Ya'ni mana bu yerda ichaklarda qamalib qoladi, deyapti va keyinchalik ichaklardan o'sha tashqi muhitga chiqarib yuboriladi. Va do'stlar, natija nima? Natija plazmadagi ammoniy konsentratsiyasi kamayishi mumkin ekan. Shu tariqa biz davolaymiz. Xo'p, davom etamiz. Bu yerda aynan treatment yana davolash haqida gapirilgan va enzim defitsiti bo'lganda, ayni urea cycledagi ma'lum bir ferment yetishmovchiligi bo'lganda qanday davolaymiz? Bu yerda o'sha ammonium detoksikantlarni beramiz. Xo'p, ammonium detoksikantlari bu nima? Qaranglar, hozir sizlarga ko'rsataman. Birinchi bo'lagi nima kirishini aytay. Mana sodium fenil butyrat og'iz orqali qabul qilinadi, ya'ni oralni qabul qilinadi. Sodium fenil asetat yoki bo'lmasa sodium benzoat. Bular intravenöz, ya'ni umuman vena orqali qabul qilinadi. Mana shu uchala modda do'stlar, mana shu uchala modda detoksikantlar. Ya'ni detoksikant nima degani? Mana shu toksik moddani organizmda kamaytirib beruvchi, zararsiz holatga o'tkazib beruvchi, organizmdan chiqarib yuboruvchi moddalar. Xo'p, bularning vazifasi nima? Bularning vazifasi glutamat bilan birga birikib olish. Glutamat bilan, umuman glutamin bilan birikib olish ekan. Uzr. Glutamin bilan birikib olish ekan. Endi glutamin bilan birikkandan keyin albatta do'stlar, ikkala birikma hosil bo'lgandan keyin ular siydik orqali chiqib ketadi. Siydik orqali chiqib ketadi va o'sha nitrogen, ya'ni azotlar yoki bo'lmasa ammoniya organizmda kamaytiriladi. Xo'p, bu bilan nima demoqchiman do'stlar? Agar biz mana shu detoksikantlarni bermasak, glutamin keyinchalik jigarga borib glutamatga aylanadi va glutamat o'zidagi o'sha ammoniyni urea cycle'ga ajratadi. Lekin bizda urea cycle amalga oshmaydi, chunki enzim defitsit. Shu uchun mana bu glutaminni u jarayonlarga sarflamasdan organizmdan chiqarib yuborish kerak. Mana shu foydali biz uchun. Shu uchun do'stlar, biz glutaminni aynan mana shu detoksikantlar bilan bog'lab siydik orqali chiqarib yuborsak, bizga shunchalik foydali. Xo'p, menimcha tushunarli bo'ldi do'stlar. Davom etamiz. Bu yerda argininni supplementation qilishimiz kerak. Ya'ni argininni qo'shib berishimiz kerak. Arginin tarkibli umuman mahsulotlar berishimiz kerak. Sababi do'stlar, arginin urea cycle uchun juda ham muhim. Ko'rdinglar? Urea cycleda argininning ishtirokini. Endi aynan urea cycle buzilishlarida argininning yetishmovchiligi ham ko'p uchrar ekan va argininni biz qo'shib beradigan bo'lsak, bu jarayonni tezlashishiga imkon yaratishimiz mumkin. Esdan chiqarmanglar. Xo'p, endi OTC deficiency haqida gaplashamiz. Ya'ni ornitin transkarbamilaza defitsiti. Xo'p, bu urea cycle disorder, most common, ya'ni juda ham ko'p uchraydigan urea cycle disorder. Va e'tibor qaratinglar, bu X ga birikkan retsessiv kasallik. X ga birikkan retsessiv kasallik, esdan chiqarmanglar. Xo'p, agar bu ferment yetishmasdan qolsa nima bo'ladi? Albatta karbomoil fosfat yuqori bo'lib ketadi. Karbomoil fosfat yuqori bo'ladi va ammoniy miqdori oshib ketadi do'stlar. Endi karbomoil fosfat yuqori bo'lib ketgandan keyin u faqatgina urea cycleda ishtirok etmasdi, u pirimidin sintezida ham qatnashardi. Mana bu yerda ko'ryapsizlar. Pirimidin sintezga burilib ketadi va karbomoil fosfatdan orotik asid hosil bo'lishi oshib ketadi va qonda ko'rishlari mumkin. Orotik asid miqdori yuqori. Xo'p, shu uchun umumiy bizada OTC deficiencyda karbomoil fosfat va orotik asid, ammoniya miqdorlari yuqori bo'lib ketadi. Xo'p, e'tibor qaratinglar, endi qanday belgilar namoyon bo'ladi? Bu asosan o'sha yangi tug'ilgan chaqaloqlarda, umuman childhood, umuman yoshlik davrida, birinchi, ikkinchi yosh, o'sha umuman yosh birinchi, ikkinchi hafta, umuman birinchi, ikkinchi yosh oralig'ida umuman bola juda ham kichkina paytda birdaniga belgi namoyon bo'ladi. Ya'ni katta holatga yetib bormaydi bolalar. Juda ham o'sha yoshlik holatda belgi namoyon bo'ladi, tegishli choralar ko'riladi, yaxshi bo'lishi mumkin. Xo'p, yoki bo'lmasa umuman giperammonemiyadan, miya shishidan, umuman ensefalopatiyalardan nobud bo'lishi mumkin. Shunaqa xullas. Asosan biz yoshlik davrida aniqlaymiz buni. Endi kasallikni bu yerda xavflilik darajasi bu fermentni qanchalik yetishmovchiligiga bog'liq, ya'ni depends on severity of the defect deyapti. Yetishmovchilikni qanchalik jiddiyligiga bog'liq. Agar ferment umuman yetishmovchilik bo'ladigan bo'lsa, ahvol juda ham og'ir bo'ladi va
first cereal feeding deyapti. Bu do'stlar birinchi ovqatlanishdan keyinoq do'stlar namoyon bo'lar ekan. Xo'p, buni ko'rdinglar, tushundinglar. Simptomlari o'sha giperammonemiyaga o'xshash. Biz yuqorida ko'rdik. Bundan tashqari masalan, somnolence, uyquchanlik, ovqatlantirishda qiyinchilik, xo'p, tutqanoqlik, qusish, koma, letargiya kabi belgilar namoyon bo'lishi mumkin. Xo'p, endi OTC deficiency haqida yana ma'lumot. Buni biz orotik asiduriya bilan nima deydi? Chalkashtirib yubormasligimiz kerak. Qaranglar, orotik asiduriya bu nima edi? Orotik asiduriya aynan mana bu siylikda aratat kislotani ajralishi edi. Xo'p, bunda ham o'zi aslida bu do'stlar pirimidin sintezidagi ma'lum bir defekt hisobiga kelib chiqadi. Pirimidin sintezidagi kasallik va siylikda aratat kislota miqdori oshadi. Xo'p, lekin buni biz OTC deficiencydan farqlashimiz kerak. OTC deficiencyda ham mana bu orotik asiduriya kuzatiladi, ya'ni aratat kislota miqdori siylikda oshadi. Lekin orotik asiduriya kasalligidan farq qilib, aynan OTC deficiencyda ammoniy miqdori ham yuqori bo'ladi. Ammoniy miqdori ham yuqori bo'ladi, chunki urea sikl buzilib qolgan do'stlar. Endi ammoniy yuqori bo'lgandan keyin u ensefalopatiyaga sabab bo'ladi va aynan OTC deficiencyga chalingan bemorlarda ensefalopatiya belgilari namoyon bo'ladi. Ya'ni yoshlik holatida letargiya, koma holatlari kuzatiladi. Lekin do'stlar, sizlar orotik asiduriyada bunaqa giperammonemiya, ensefalopatiya holatini kuzatmaysizlar. Xo'p, bu yerda citrullinemiya haqida ma'lumot berilgan. Citrullinemiya. Xo'p, bunda nima holat yuz beradi? Qaranglar. Citrullinemiyada argininosuksinat sintaza fermenti yetishmaydi. Argininosuksinat sintaza fermenti yetishmaydi. Va citrullinning miqdori oshib ketadi do'stlar. Shuning uchun citrullinemiya, qonda citrullinning miqdorining oshib ketishi. Va do'stlar, bizda arginin hosil bo'lmayapti. Shuning uchun low arginin, ya'ni organizmda, umuman plazmada, qonda arginin miqdori kamayib ketadi va umuman urea sikl oxirigacha bormayapti-yu. Shuning natijasida bizda giperammonemiya kelib chiqadi. Xo'p, davom etamiz. Qaranglar, boshqa bir urea sikl kasalliklari ham bor. Xo'p, endi bu masalan o'sha urea siklning ichidagi ma'lum bir fermentlar, любой farqi yo'q, любойning birontasini yetishmay qolishi o'sha urea siklni disorderga, ya'ni sababchi bo'lishi mumkin, kasallikka sababchi bo'lishi mumkin. Xo'p, ularni barchasi do'stlar autosomal retsessiv kasallik. OTC deficiencydan tashqari. Biz OTC deficiencyni X-ga birikkan retsessiv kasallik dedik, esdan chiqarmanglar. Va hammasi o'sha giperammonemiyaga sababchi bo'ladi. Giperammonemiyaga. Xo'p, va endi organizmda o'sha urea siklning oraliq mahsulotlari to'planib qolishi mumkin. Bu albatta tushunarli. Xo'p, do'stlar, bugungi mavzuyimiz mana shu ma'lumotlardan iborat edi. Qandaydir tushunmovchiliklar bo'lgan bo'lsa, do'stlar, albatta dars davomida muhokama qilamiz. Yoki bo'lmasa o'zimni lichkamga yoki guruhga yozsanglar, albatta savollaringizga javob beraman. Do'stlar, salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Darsda ko'rishguncha.